turist odam. 10 ming dollar efir keladi. Bir million uchib qolsa. O, davay, ko'payib ketadi. Давай, почти. Давай. Ortalık. Omokoyut kanalı 2 milyon. 2022 yildan beri ishlamoqda va bu yil biz boshida umuman olmagandik. Bolalar guvoh, aholi kelamasa biz Telegram kanalida tashkil video orqali chiqarib qachondir edit bo'lib qilamiz ularda. 2 million ham o'z maqsad qo'ygan shu payt men o'zim ishlamay qoldi 2 million boshiga ishimni o'zim va'da bergan. Xudo beryapti. 2 million bo'lamiz. Xudoga shukr. Davom etamiz. Va bir yolda dinga hazmasi deb Aroston O'zbekistonga ko'p yutuq olmoqchiman. Va shu maqsad sari boramiz o'quvchi. Hammaga rahmat, ha. Va albatta shu kanalga o'z asos qo'shgan to'p qo'shganlar bilan Maqsud, Sardor, Ulug'bekga qo'shganlar. Muhammadjon aka, bozor shifolar va bu qo'ygan ham videoni chiqargan, mazza qilgan Ahror akam, Jonkam mana. Bitta to'rt kishini oling. Yuzimga qilmay yomon ko'raman. No, xolos ayolni. Isa. Tabii ki yomon. Eng qiziq efirda qancha oldirdi Max? 8,5. 8900 ta. 8900 so'm efirda o'rtalash. Burası tak. Все? Tabrik. 10% ortga qoldi. 10% yetadi. 12% ortga qoldi. Hop, mamlak qilsam yoki ko'rinamanmi? Da. Sen просто Davay, kurtlarni kestirmadik, kestirdik, bo'ldi, bu mazza qo'yib do'stlar, mana sizlar bilan do'stlar munosabatlarni bo'lishib keldi. Bilmayman, hozir efir qotatimda aytamiz, selfini yoqaylik, selfini yoqsa bo'ladimi? Da, o't. 6000 odam ko'radi. Bu yo'l bilanki tarixda qoladi. Va shuning uchun men buni o'zim va'da berish sifatida va ma'lum bir payt o'zim ishonmaganimda yana qaytib ko'rib, meni odamni qo'llab-quvvatlash va men qila olishimni, isbotlashimni ko'rishim kerak. Shuning uchun ham omon. O'zim murojaat. Sen agarda meni joyga qo'yib bitta ishni boshlasang, oxirigacha olib bora olasan. Va obunachilarimga o'tgan rahmat. Nerealniy ahvat bo'lib ketamiz. O'rtoqlar, ketma-ket 10 bitta videodan beri ikkitami bitta videodan tashqari ham uyda 2 million ko'p prosmotr bo'libdi. O'zbek YouTube'da kim qotdi buni o'rtoqlar, ya'ni songa ishlagan holda biz ham buni qilamiz. Bu yerda 4 ta video chiqaramiz, 4 tasi 2 million 3 milliondan yo'qotdi. Bu uchun Xudoga shukr, ya'ni bu uchun atrofimdagi hamma odamga, hammaga rahmat. Va menda sizlardek kuzatuvchim borligiga Xudoga shukr. Men yig'layapman, dila qilmayman, ko'rsatmayapman. Chunki
Men maqsadim bu emas. Men maqsadim har doim kattaroq bo'lgan va bundan-da kattarog'iga men erishishga ko'zim yetadi. Ko'zim yetadi. Hamma ko'rasizlar, atrofimizdan kelyapti, hamma boshqa bo'lgan ko'tar, boshqa narsa bo'lyapti. Lekin biz shu holda ham o'zimizni, o'z ishimizni va to'xtamasligimizni hisob olamiz. Shunchaki sizlar kuzatinglar. Hamma tabriklashinglarni kutaman. Hammalarni tabriklashinglarni tipa e'tiborga olaman. Ya'ni hammalarni ko'raman, hammalarni kuzataman. Meni qo'llab-quvvatlaydiganlar. Va sizlar uchun ishlaman. Men katta zot hamma tabriklayman, boshqa narsalarga yurishlar tashlab boshqa hammasini o'qaman. Va hammasiga rahmat aytaman. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Endi men kamera o'ynab tipa yaqinlarimga telefon qilib, "Oy rahmat, nima qilib tipa ikkisamashil qolmayman." Xudo yetkazdi. Va bundan ko'piga ko'zim yetadi va bundan ko'piga harakat qilamiz. Omonxon 2 million 2025-yilda kichik bir tarix. Qani ko'ramiz, keyingi yil 5 millionga chiqib qolaman yo'q. Shuning uchun hammaga rahmat. Mana shu bolani hozir 2 million abonesi bor YouTube'da biladi. Mana shu bolani biladi. Kim ishongan biladi, kim ishongan. Mana shunaqa gaplar. Sedoy charchamaylar bu efir qoladi. Kimni ko'rib video chiqsa, Instagramda ayt qilaman. Все. Hammaga rahmat o'rtoqlar. 4,5 million ko'ribdi. Sizlarga rahmat. Sen yaxshi ko'raman. Xudo haqqi sen yaxshi ko'raman. Chunki men hayotimni o'zgartirishga va menga ishonmagan odamlarni fikrlashini 180 gradus qonasizlar, bir o'rishga sizlar sababsizlar. Meni sizlar ko'rsatsizlarki, men to'xtamayman. Sizlar ko'rsatsangiz, men shu katta uylar olib, xohlagan ishimni qilib, baqir-chaqir qilib, basillik sakrab, jinlik to'laymiz. Bu hammasi salom qo'llab-quvvatlashinglar. Men ham bunga yarasha ishlarni qilishga davom etaman. Давайте, o'rtoqlar charchamaylar, efir tugadi. Sizlar yaxshi ko'raman. Endi maqsadimiz 3 million. Buni va easy qilamiz. Kim men bilan? Давайте. Obuna bo'linglar. Komment tomon hammasi bilan yozib qoldiringlar. Chat. Hozir hamma kim men bilan yozib qoldirsin. Hamma okey men siz bilan bilaman degan yozuvni tagida Instagramni tugatmoqchiman. Kim men bilan yozib qoldirsin. Все, chat, hammaga rahmat. Yaxshi ko'raman, давайте, charchamaylar. Ana endi sekin o'z bolalar bilan atroflarni sal to'z bor, yig'ishtirib, hamma men yozgan hammaga rahmat. Sekin endi emosiyalarni chiqarish kerak. Orzuga erishishim muhim. Dальше больше.